Ortiqcha vazni bor odamlar ortiqcha vazndan qutulishi yoshiga, mavsumga bog'liq bo'ladimi? Birinchi navbatda yosh katta odamlarga nisbatan yosh ayollarimizni vazn tashlash ehtimoli baland bo'ladi. Yosh o'tgan sari organizmda yog'lar borgan sari qotib boradi. Gormonlar faoliyati buzilishi kuchayadi. Organizmda kerak bo'ladigan kunlik modda, vitamin, minerallar yetishmovchiligi ko'payadi. Shuning uchun ham ko'p holatlarda ortiqcha vazndan qutulish yoshga va faslga bog'liq bo'ladi. Aynan hozirgi kunda yoshlarimizni Baymarit mahsulot iste'moli orqali bir kursni o'zida kerak bo'lsa 8, 10, 12 kilogramm sog'lom vес tashlashyapti. Yosh katta ayollarimizda bu ko'rsatkich nisbatan pastroq, lekin yo'q degani emas. Agarda yoshi 35, 40, 45 yosh, 50, 55 yosh bo'ladigan bo'lsa, har bir kurs lechenamizda Baymarit mahsulot iste'moli orqali sog'lom ravishda 5, 7, 8 kilogrammgacha vazn yo'qotish imkoniyatini beradi. Endi ikkinchi masala, faslga bog'liq bo'ladimi? Ko'pchilik holatda qishda odamlarimiz uyda o'tirishadi, kam harakatli nisbatan ko'payadi, ishtaha ochiladi. Aynan qishda ortiqcha vazn tashlash ehtimoli issiq kunlarga nisbatan ozgina pasayadi. Hozirgi kunda o'sha buyog'iga bahor, kunlasida harakatimiz ko'payadi. Shuning uchun ham ortiqcha vazndan qutulishi eng mavriq hisoblanadi. Bahor kelishi bilan yangilanish fasli. Yangilanish faslida qishda kiyilgan og'ir kiyimlarni yechamiz, yengil kiyimlarga o'tamiz. Aynan shu jarayonda ortiqcha vaznimiz borligi bilinishi boshlaydi. Aynan biz sizlarga tabiiy mahsulot orqali sog'lom vaznga qaytish va to'laqonli ichki organizminglarni qaytadan tiklash uchun yordam beramiz. Milliy brendimiz Baymarit mahsuloti bilan hech qanday dieta parhezlarsiz sog'lom vaznga ega bo'ling.